Va do'stlar, qizil burchakka Jahon chempioni, Osiyo chempioni, Osiyo o'yinlari g'olibi, 2 karra do'stlar, 2 karra Olimpiada chempioni Bahodir Jalolov chiqib kelmoqda. Jahon chempioni, 2 karra Olimpiada o'yinlari g'olibi. Professional natijasi 16 ta jang, 16 ta g'alaba, 14 tasi nokaut bilan olqishlaringiz Bahodir Jalolov. Farruh Qilichev, Oybek Qilichev ham yerda bor. To'lqin Qilichev pastda, menimcha ko'rsatma beradi. Akmal Hasanov uning sekundante burchagida u ham bor ekanligini aytib o'tishimiz kerak. Demak, so'nggi ko'rsatmalar referi tomonidan berilyapti. Super og'ir vazn toifasida Bahodir o'z uyida navbatdagi jangini o'tkazadi. Qiyin jang o'tkazdi, yaqindagina bir oy bo'ldi. Mana endi shunga qaramasdan Humo arenada ringga ko'tarilyapti. Qo'l zarba tashlanyapti. Adebayo tushunarli masofani qisqartirish kerak. Bahodir mana shunday vaziyatda kutib olishga harakat qiladi. Chap zarba o'tdi. To'lqin Qilichning o'zi ko'rsatma beryapti. Yaxshi hozir jigariga zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Yaqinlashib kelayotgan raqibga og'dirishga yarashdi. Uni burchakka taqab olgan holda hozir hujum amalga oshirishi mumkin. Bahodir ikkinchi zarbasi, uchinchi zarbani qo'shdi. Kutyapti, poylayapti Bahodir. Jab. 1 daqiqa vaqt ortda qoldi. Jab o'tdi. Daho javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi va og'dirishga muvaffaq bo'ldi. Bu safar ham ikkilik zarba o'tyapti. Yana zarba o'tyapti. Og'ir Bahodirning zarbalari. Yana ikkilik. Taktika tushunarli bu yerda. Masofadan turib o'qqa tutyapti raqibini.
o'ng qo'lda kutib oldi. Pastdan Aperko zarbasini amalga oshirgan holda yana ikkilik zarbasi. Jab. Yana zarba. Himoyaga o'tyapti. Uchinchi zarba, ikkita zarba yo'llashgan. Ikkilik va hududdan darhol chiqdi. Jab. Ikkinchisi biroz erta. Birinchi raund yakuniga yetib boryapti. Yavanim o'z uslubida masofada raqibini o'zgartirmagan holda jangni o'tkazdi. Bir ikki kuchli zarbalar ham yo'lladi. Mana o'sha takrorlar. O'tmagan ekan mana shu. İkinci raund. Tashlanyapti. Adebayo tashlanyapti. Yaxshi birgina jab bilan hozir favordan tushirishga muvaffaq bo'lyapti raqibini. Qo'yib Bahodir. Chap qo'l. O'tdi zarba to'g'ridan yo'llangan. To'g'ri qilishning javobini eshityapsizlar. Ikkilik zarbasi o'tdi, hozir yetib oldi. Raqib ortida. Ikkilik zarbasi bundan ko'pini ishlatma deb aytmoqda. To'g'ri Qilichov bajaryapti, xudo so'rayapti. Jab. Ikkilik zarbasi bilan raqib ham Adebayo ham o'z javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi. Jab jigariga. Jablar ham kuch berdi. Yana bir jab. Chap qo'l. Zarba kuchli emas edi. Aniq. Og'dirishga muvaffaq bo'lyapti. Mana yana bir marotaba og'dirib, mana chap qo'lda zarba yo'llagan bo'lsa, albatta ikkilik zarbasi. Siqildi menimcha Bahodir hozir. Siqildi raqib biroz toliqqanligini, biroz charchaganligini. Jab o'tyapti. Oldingi zarba boshiga raqibni o'ziga yaqinlashtirmaslik shart. Knockout so'rashyapti albatta Bahodirdan.
Va ikkinchi raund ham yakuniga yetmoqda. Rabbiya uchinchi raund. Nima bo'ldi? Bosh to'qnash ketdi chamda. Tirsak zarbasi. Menimcha tirsak zarbasini yo'llagani yo'q. Tirsak bilan zarb bergani yo'q. Tegib ketgan bo'lishi mumkin. Jab yaxshigina zarba o'tdi. Qanday ortga tusalayotgan vaziyatda mana zarbasini yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda Bahodir. Qo'ylyapti Bahodir Jalolov. Jab. Taktik jihatdan juda yaxshi jang olib boryapti. Baribir masofada ushlab turib turadi. Klinchga kirmagani ma'qul baribir. Adebayo o'zi birinchi harakat qilmayapti. Faqatgina mana shunday bir qadam oldinga tashlamoqda, masofani qisqartirdi. Chunki bir ikki jab o'tkazib yubordi. Bir ikki zarba, Bahodir yaqin masofada jang olib borish kerak emas, Klinchda raqibni bog'lab olish kerak. Bu yerdan hujum amalga oshirmasligi uchun. Va taktik jihatdan shuni to'g'ri bajaryapti. Jab. Ikkilik zarbasi. Yana kombinatsiya. Sakkiz raund belgilangan mana shu joyda. Bardoshli ekan, bir ikki kuchli zarba qabul qilib olgan bo'lsa-da, o'zini yo'qotmadi. Adebayo zarba ko'taradi. Ikkilik zarbasi. Qisqa masofa. Yana ikkilik zarbasi o'tdi. O'tdi va jon saqlashga harakat qilib ko'radi. Raund bermoqda. Oxirida o'tdi mana shu.
joyiga qarang. To'rtinchi raund boshlandi. Kapani ushlab turgani ma'qul hozir Adebayoning. Tashlanyapti ana bunday zarbalar bilan Adebayo 4-raundga kelganda oldinga ikkilik zarbasi. Clinch. Asabiylashadi. Jang davom etadi. Jab. Kirib borishga harakat qilyapti. Bahodir masofani ushlab turibdi raqibini. Ikkilik zarbasi o'tdi. Yana ikkilik zarbasi. O'ng qo'l yon taraflama zarba ortida. Kutyapmiz. Qo'yilyapti. Jab. Muxlislar jonlanishda. Adebayo ham jonlandi ular bilan birgalikda. Hujumga o'tishga harakat qilib ko'rdi. Bahodir oddiy uchlikda bir qadam yon tarafga tashlagan holda raqibini o'ldirib, burchakdan chiqib ketmoqda. Jab. Chap qo'l. Yon taraflama zarba o'tdi. Ikkinchisi dosh berar ekan. Juda kuchli zarba qabul qilib oldi, lekin shunga qaramasdan qo'ydi. Yana ikkilik zarbasi. Endi o'sha iborani qaytaradi. Odatda son baribir sifatga aylanadi. So'nggi daqiqa o'tib boryapti 4-raundda. Og'dirishga muvaffaq bo'lyapti raqibini. Tezlik pasaydi. Adebayoda tezlik pasaydi. Hozir Bahodirning tutib olishi qiyin. Jigariga o'tdi zarba. Juda kuchli zarba. Jang yakuniga yetmoqda do'stlar. Og'ir zarba. Endi To'lqin Qilichi butun jang mobaynida mana shu jigariga zarba deb tinimsiz etdi. Bitta zarba yo'lladi va jang yakuniga yetmoqda. Ofarin, murabbiy baribir murabbiy. Bahodir navbatdagi reyting jangini muvaffaqiyatli o'tkazyapti. 17 ta jang, 17 ta g'alaba, 15 ta nokaut endi uning hisobida. Umuman mana shu jang o'tish davomida taktik jihatdan xatoga yo'l qo'ymadi. Bir maromda raqib bardoshli, chidamli, ortiqcha harakat qilmadi. Masofani ushlab turdi. Bo'ydor bokschining boshqa taktikasi bo'lishi ham mumkin emas. Murabbiyning ko'rsatmalari eshitdi va natijani o'zingiz ko'rdingiz. Milliy gvardiya vakili Odil Sirojiddinov To'lqin Qilichev xotirjam endi u. Xavotir bilan kelgan edi. Akmal Hasanov, Oybek Qilichev, Farruh Qilichev
Uchrashuvning 4-chi raund, 2-chi daqiqasi, 37-chi soniyasida texnik nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Qizil burchak